Iftor dasturxoningiz uchun ayni muddao. Qavatlari ko'p, qisir og'izda uvadalanadigan qat-qat xamirli pirog. Demak, xamir uchun elakdan o'tkazilgan 350 gram oliy navli yaxshi unga 1 choy qoshiq tuz qo'shilgan 200 ml suvi qo'shib, o'rtacha qattiqlikdagi xamir qurib olamiz. Doimgidayman, turron unlardan foydalanaman va sizlarga ham shu unni tavsiya qilib qolaman. Tayyor bo'lgan xamirni selofan paketga o'rab, 15 daqiqa tinishini kutamiz. Tinib bo'lgan xamirni unlangan stolda qo'ldan kelgancha katta qilib ochamiz. Endi bu xamir ustiga yumshoq sariqdan surishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun men sifatli, ayniqsa qat-qat xamirlar uchun zo'r mos keladigan qalliq sariqdan foydalanaman. Sariyog'i xamirni ustiga surib, xuddi videoda ko'rsatilgandek buklab olamiz. So'ng ustiga yana sariyog' surib, buni rulet ko'rinishida o'rab olishimiz kerak bo'ladi. Ruletni teng o'rtasidan bo'lsak, shunaqa qavat-qavat ikkita xamir chiqadi. Xamirlarni selofanga o'rab, 20-30 daqiqaga muzxonaga qo'yib qo'yishimiz lozim. Ungacha esa nachinkasini tayyorlab turishimiz mumkin. Mayda to'g'ralgan 2 dona piyozga 2 dona kartoshka, 200 gram go'sht, tabga ko'ra tuz, zira va murchni qo'shib, hammasini yaxshilab aralashtirib qo'yamiz. Sizlar o'zingiz uchun xohlagan boshqa nachinkani tayyorlasangiz ham bo'ladi. Muzxonada yaxshilab qotib olgan xamirni unlab dumaloq ko'rinishda ochamiz. Diametri taxminan 30-32 cm. Duxovka listilarni o'lchamiga qarab yoyaverasizlar. Yoyilgan xamirni pishiriq qog'oz solingan listga joylashtirib, ustiga nachinkani taqsimlab chiqamiz. Tugish uchun chetlarida ozgina joy qoldirishni ham unutmanglar. Ikkinchi xamirni ham xuddi shunaqa o'lchamda yoyib, ustidan joylashtiramiz. Endi buni chetlarini yaxshilab tugib olishimiz kerak. Pirog pishayotganida xunuk bo'lib ishib ketmasligi uchun vilka yordamida sanchib, ustidan tuxum, xohishga ko'ra kunjut va sedini sepib chiqamiz. Pirogimiz oldindan 200 darajada qizib turgan duxovkada ustilari chiroyli qizargunicha taxminan 40-45 daqiqa atrofida pishiriladi. Qisir juda ham mazali pirogimiz tayyor. Mazasini xuddi somsaga o'xshatib olish mumkin. Shuning uchun buni dangasa somsa desanglar ham bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar, sizlarga ham yoqadi degan umiddaman.